podshohlikdagi podshoh Liushi nimishqa o'lolmaydi yoki savsaga qarshi chiqib, yo o'lim, yo kurim bo'lib ketmaydi. Nurg'un do'stlar mendan mushu savolni so'radi. Bek jasorati yo'q-ku uningki, o'limdan bek qo'rqidi-ku. O'zini o'ltirib olsam-mamda unda qiynalib yashag'icha, unda xorvogicha. Yoki biz qarshi chiqib, yo u yon yo bu yon bo'lsam-mamda deb so'rab qoldi. Sizlarcha Liushininki o'lib olmasligi ham qarshi chiqmasligi to'g'rimi, xatomi? Endi men shu podshohlik kinolarini ko'rib baqdim, ham shu jihatdagi nurg'un uchurlarni o'qish, anglash jarayonida his qilgan bir qonuniyat bor. Yana shu podshoh qonuniyatida. Podshoh yoki bo'lmasa shunda boshqurg'ichlarningki eng muhim ishi nima ekan? Yoki bo'lmasa cho'qim qilish ish nima ekan degan vaqtda hayotini saqlab qolish ekan. Mayli u qanchalik xo'rlik uchursin yoki qanchalik dashnam yesin, qiynalsin, hatto haqoratlansin, faqat hayotini saqlab qola olsa, uningki yana qaytadan bosh ko'tarib chiqish fursat bo'ldi ekanda. Demak, jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon degan gap shulardan qilib qolgan hikmatga. Shuni o'ylab qoldim. Hozirgi korxona, tijorat, savdodami ashundoq boshqalar chidayolmagan, boshqalar qabul qilolmaydigan haqoratlarni qabul qila oladigan, qiyinchiliklarga bosh egmay, shularni qabul qila oladigan, bitirab qila oladigan, hayajonlanib ish qilmay, sagaklik bilan har bir kelgan ishni qabul qilib, shuningdan g'olib kelish uchun fursat izlaydigan odamlar cho'ng ishlarni qila oladi ekan, ham qilib o'tibdi. Liushi garchi chidab, shunda savsonninki xorlish ostidami yashab o'zini o'ltirib olmay, oxirgi borganda garchi g'alaba qilolmagan bo'lsa-mu, ammo uning o'xshash bo'lgan nurg'un uning oldida o'tgan yoki uningdan keyingi podshohlar, Kangshi xon deymiz yoki boshqa podshohlar deymiz, shunda qiyinchiliklarga zarbalarga chidab turib, shuni o'tkazib o'tganligi uchun keyingi fursatlar ularga kelganligi uchun, demak, fursatga noil bo'lganligi uchun ular qaytadan bosh ko'tarib, cho'ng ishlarni qila olgan, o'zining egiligini barpo qila olgan. Shunga yanla qiyinchilik oldida o'zini yo'qotib qo'ymaydigan, eng muhimi o'zining psixik holatini saqlab, keyingi fursatlarni kuta oladigan, ham qiyinchilik chiday oladigan odamlar yana cho'ng ishlarni qila oladi, o'zining ishlarini olg'a bostira oladi degan. Shunga savdo tijoratim yaxshi bo'lsin, korxonamni obdan yurgizay deydiganlar uch podshohlik qilgan kinoni ko'proq ko'rib turinglar. Korxona tijoratimni izg'i solsam bo'ldi, ratlasam bo'ldi, plan tuzsam bo'ldi deydiganlar ayrim qanday uchur qilinglar. Bizning shirkatninki korxona tijoratchilarini yetaklash, maslahat berish ishlarimiz bor. Biz bu jihatdan sizlarga yordam qila olamiz.